20-7 xalq xizmatida. Mana xonim ham keldi. Sallaga yetgan bedana kabobim ham keldi. Bedana kabob bilmasanglar bilib qo'ylaring. Nima ishi bo'ladi? Mana bolalar o'zimizning o'sha yoshligidagi shvedskiy stol tayyor. Qani, ollaring bismillahirrohmanirrohim. Ollaring. Bolalar, bu hayotda pul, mansab, obro'yingga qaramasdan muomala qiladigan do'stlar bu sinfdosh do'stlar bo'ladi. Chunki sinfdoshlarimizni o'sha yoshlikda cho'mchigimizda bir so'm pulimiz bo'lmay, hech kimmas paytimizda ham yonimizda bo'lgan. Ey sinfdoshlar, 60 da ham, 70 da ham, hattoki 80 yoshda ham xuddi shunaqa oqibatli bo'linglar. Mana shu videoni pulda oqibat ustun ko'radigan oqibatli sinfdoshligi jo'natib qo'yamiz. Ey sinfdoshlarim, bu hayotda borlaringga shukr. Sallani yaxshi ko'raman.